Toshkentda shok xabar. Bugun e'tibor markazida bir qancha talabalarning hayotini butunlay o'zgartirgan voqea. Hozir ular bilan bir qancha surishtiruv ishlarini olib boramiz. Traki MBA'dan oldin qayerda o'qidingiz? GCNI o'quv markazida o'qiyapman. Bu holatingizga tushishdan nima sabab bo'ldi? Logistikaga qiziqishim orqali ko'p kurslarni sotib oldim va ular natijasiz va foydasiz chiqdi. Shundan keyin Traki MBA o'quv markazi sizga qanday yordam berdi? Tracking MBA School menga juda katta yordam berishdi. Ayniqsa ular xodimlari men bilan jiddiy yondashib, mana shu kurslarni to'liq zo'r o'rganishimga yordam berishdi. Boshqalarga tavsiya bergan bo'larmidingiz shu o'quv markaziga kelishga? Albatta boshqalarga ham tavsiya bergan bo'lardim. Menga o'xshab aldanib qolmasliklarini yoki firibgarlarning qo'liga tushib qolmasliklari uchun men Tracking MBA tavsiya qilaman. Endi hozir ikkinchi talabamiz bilan surishtiruv ishlarini olib boramiz. Здравствуйте. А вы можете рассказать, как вы пришли к такому состоянию? Можете чуть-чуть? Men ko'p kurslarda o'qib ko'rdim, natija ola olmadim, aldanib qoldim. Keyin Tracking MBA'ga keldim. Sharoitlari ancha yaxshi, o'qituvchilarning bilim berish darajasi ancha yuqori ekan. Hammaga tavsiya beraman, menga o'xshab aldanib qolmanglar. Еще вы можете рассказать, сколько времени вам понадобилось, чтобы окончить эту учебу и найти свою работу в этой сфере? O'qish tugatganimdan so'ng meni 3 kun ichida ish bilan ta'minlashdi. Ko'rib turganingizdek talaba bitiruvchilarimizdan surishtiruv jarayonlarini olib bordik va endi esa ular ish bilan ta'minlangan va siz ham boshqa kurslarga aldanib qolmang va Traki MBA School'iga keling. Siz bilan Nodirbekova Xonzoda maxsus Traki MBA kanali uchun bo'ldilar.